1966-yilda madaniy revolyutsiya boshlangan paytda Xitoy masihiy jamoatlari qirg'inga duch kelishdi. Cho'ponlar badnom qilingan, jamoatlar buzib tashlangan, imoniylarning uyi tintuv qilinib, injillar topilib yoqib tashlangan edi. Hattoki 3 shiorlik jamoatlar ham qutula olishmadi. Davlat boshlig'i Maoning rafiqasi Jang King xonim Xitoy masihiychiligiga butunlay chek qo'yib, u tarixiy muzikaga topshirildi deb aytgan edi. Qayerga borsang, u yerda qizil qo'shinlar, yo bo'lmasam hamma joyda qurollangan radikallar bo'lar edi va qayerga borsang, ular seni so'roqqa tutar edilar. Ko'plab sadoqatli masihiylar bekitib ko'z yoshi to'kar. Binobarin, ular nurni kelishini intiqlik bilan kutar edilar. Mening aniq esimda bor. 16-iyun 1966-yilda ular katta plakatni hamma o'qishi uchun osib qo'yishdi. U yerda yo'qolsin missioner va imperialist ko'ppak Zhang Yupei deb yozilgan edi. Men Isoga bo'lgan iymonimdan voz kecha olmayman dedim. Ular sen qaysar ahmoqsan. Bor o'sha Xudoyingni ko'r deyishdi. Barcha talabalar yig'ilishga meni tanqid va hukm qilishga kelishdi. Shundan so'ng ular meni og'ilxonaga qulflab qo'yishdi. Men bir masihiyni maydonga chiqib turganini kuzatganimni eslayman. Ular uni bandom qilib irimga ishonuvchi odamlarning rasm-rusumchisi deb atashdi. Bizning hududimizda bir qariya opa bor edi. U maydonga chiqib baland ovozda Isoga ishon, o'limdan qo'rqma dedi. Mening Isoga bo'lgan iymonim tufayli revolyutsiyaga qarshi xarakterlarda ayblashgan edi. Ular meni umum xalq namoyishlariga chiqishimga majburlashar edi. Ular meni qoralash uchun umumiy yig'ilishlarni tashkil etishar edi. Mening butun oilam menga qarindosh bo'lganliklarini tufayligina shu narsadan azob chekdi. Ko'plab jamoatlar yopib tashlangan edi. Xizmatchilar qo'lga olinib yoki uzun ahmoqqona shlyapalarni kiyib, qo'llarini qoraga bo'yab, ko'chadagi namoyishlarga chiqishga majburlanar edilar. Jamoat hayoti butunlay buzilib ketgan edi. Ayni paytda Xudoning muqaddas taxtini but egallagan edi. Mao Zedun Tiananmen maydonida minbardan turib, muattasib xaloyiqqa qo'l silkaganda, go'yoki Xitoydagi har bir odamning qalbini u egallagandek tuyular edi. Hurmatli rahbarimiz Mao, biz sizga siz ishchi sinfining revolyutsion harakatning davom ettiruvchisi bo'lishingizga va'da beramiz. Biz sizga ergashib, revolyutsiyani butun hayotimizni berib amalga oshiramiz. Biz eski dunyoni butunlay vayron qilib, ishchi sinfi uchun yangi dunyo barpo etamiz. Imperialist va revizionistlar bizni va kelajak avlodni tinchlik orqali o'zgartirishlariga behuda umid qildilar. Bu narsa esa hech qachon amalga oshmaydi. Biz Maoning buyuk fikrlarini olib, kelajak avlodga yetkazib, keyin esa uni butun Xitoy va butun dunyo bo'ylab tarqatamiz. Biroq yer ostidagi kuchga to'lib borayotgan to'lqinlar bu qudratli bo'ron tufayli qo'zg'algan edi. Shunga qaramasdan, haqiqiy masihiylar o'z fikrlarida qolib, iymonlarida yurishni davom ettirar edilar. Boshliq Maoning surati dunyodagi eng katta surat edi. Bizni uni oldida tiz cho'kib, uni tan olishga majburlashar edi. Men uni oldida tiz cho'kib, u yerdan bu yerga egilishdan bosh tortdim. Odamlar bizga baqirib, itlar bizga vovullab tishlar edi. O'sha yerdagi vakillar qaychi olib chiqib, men sochimni kesib tashladi. Men yerga yotdim, biroq ularning oldida tiz cho'kmadim. Biz Maoning yaqinda qilgan ishlarini yoki asarlardan keltirilgan sitatalarni o'rgansak-da, men hech narsa demasdan o'tirar edim. Men revolyutsionerlik ashulasini bir qatorni aytishdan ham bosh tortdim. Yashasin Mao shiorini aytishdan ham bosh tortdim. Men o'zimning shu narsaga sadoqatimni bildirish uchun qo'limni ko'tarishdan va bo'ysunishim haqidagi qasamyodni yozishdan bosh tortdim. Ular meni so'roqqa tutib, shunday savol berishdi. Mozes Xiye javob ber. Boshliq Mao jannatga tusha oladimi? Bu albatta qiyin savol edi. Agarda men boshliq Mao jannatga tusha olmasligini aytsam, ular meni isbot uchun o'lgunimcha do'pposlashlari mumkin edi. Bu daqiqa hayot-mamot daqiqasi edi. O'sha paytlarda men tun-u kun ibodat qilar edim. Men butun kechani ibodatda o'tkazib ham uxlagan edim. Shunday qilib, men o'rnimdan turdim. Qo'llarim kishanlangan holda dedim: Osmon shohligining eshiklari keng ochilgan. Ular orqali Isoni Xudoning o'g'li deb tan olgan.
Uning qoshdagi qurbonligini tan olgan. Uning qoni bizni gunohlarimizdan yuvishini tan olgan va gunohlariga tavba qilib, o'z xohishi bilan Isoni najotkori deb qabul qilgan har bir odam kirishi mumkin. Inoyat eshiklari keng ochilgan. Aynan hozir najotni qabul qilish payti. Men juda istaydigan yagona narsa bu sizni hammalaringiz tavba qilib, Isoni va uning inoyatini qabul qilishingizdir. Davlat komissari turgan joydan oldiga chiqib, jahl bilan menga tarsakka tortib yubordi va sen bizga yana vaz o'qiyapsanmi dedi. Men esa sizni o'zingiz savolga javob berishimni so'radingiz-ku. Men qanday qilib rad etishim mumkin edi dedim. Ushbu yoshi katta odam janob Kai Madani revolyutsiya davrida qamoqqa tiqilgan edi. U Maoga qarshi chiqqanlikda ayblangan edi. Men o'sha paytda Maoning plakatlarini osmagan edim. Chunki o'sha paytda odamlar Maoni Xudoni ulug'lagandek ulug'lar edi. Men esa Iso yagona Xudo ekanligiga ishonar edim. Hukumat umumiy yig'ilishni tashkil etdi va unga 10 mingta yaqin odam yig'ildi. Ularni barchasi meni tanqid qilgani kelgan edi. Ular meni tavba qilib, kechirim so'rashimni so'rashganida, men og'zimdan chiqqan birinchi so'z Xudo olamni shunchalik sevdiki edi. Rahbar Maoning 1976-yildagi o'limi butun mamlakatga tarqalgan va Xitoy millati uchun fojia bo'lgan edi. Uni xudolashtirish harakati nihoyat oxiriga yetdi. Bir 1977-yilda imonlilarning uyida o'tkazilgan uy jamoat xizmatlari sekin-asta bahor kabi shahar va qishloqlarda uyg'ona boshladi. Har kuni odamlar Shanxay xalq parkining bo'm-bo'sh maydonchasida birga ibodat qilish uchun yig'lar edilar. Oradan bir oz vaqt o'tgandan keyin bir nechta 3 shiorlik jamoatlari ham ochildi. Odamlar bir zumda Xitoyda masihlik o'lmaganligini tushunib yetdilar. Aslida, hattoki o'sha eng jabrdagi paytlarda ham Masihga bo'lgan iymon mo'jizali ravishda yoyilgan edi. 仍旧以奇特的方式传播着。 Liu Yunabo Henan viloyatidagi qishloq o'qituvchisi edi. Yoshligida rahbar Mao va qizlarning chiqishlarini ko'rgani Bejingga sayohat qilar edi. Bizni oramizdan Bejingga borganlar eng a'lochi talabalar edi. Bejingdan uyga qaytgach, men Qizil armiyaning qo'mondoni etib tayinlandim. O'sha paytlarda juda johil va omi bo'lgan ekanmiz. Chunki biz istagan yagona narsa bu rahbar Mao uchun yashash va jonimizni berish edi. Men ular paytimgacha bir qari Xudo xizmatchisi hukm qilingandagi voqea esimdan chiqmaydi. Men bevosita umumxalq yig'ilishini tashkil etishga va qanday qilib uni hukm qilish va jazolash mumkinligini rejalashtirishga jalb etilgan edim. Biroq qizil qo'shinlar uni kaltaklaganlarida u muloyimlik bilan "Xudoyim, bu bolalaringni kechir. Chunki ular nima qilayotganini o'zlari ham bilmaydilar" deb javob berdi. 1978-yilda men tavba qildim va meni xotinim va men uyimizda o'z jamoatini boshladik. Boshida faqatgina bir nechta qariya ayollar kelar edi. Hozir esa bizda 3000 dan ortiq imonlilar bor. Birinchi yakshanbalik maktab meni uyimda ochilgan edi. Bugungi kunda bunday maktablardan 40 ta yoki 50 tasi mavjud. Biz Xudoning farzandlarimiz, biroq ular bizni ajdarho zurriyotlari deb atashadi. Van Hinkay bir vaqtlar Qizil armiyasi qo'mondoni bo'lgan. Hozir esa uy jamoat yetakchisi. O'zining Maoga sodiqligini ko'rsatish uchun u o'zining onasini Isoga bo'lgan iymoni uchun hukm qilgan. Men madaniy revolyutsiyaning faollaridan bo'lganligim sababli men onamni ommaviy tanqid qilish uchun katta plakatga yozib chiqdim.
Men u bilan hech qanday bog'liqlik bo'lishini istamas edim. Ayniqsa siyosiy sohada. U mening onam ekanligini hech qanday ta'siri yo'q edi. Men qilgan ishga qaramasdan, u men uchun ibodat qilib, 20 kunlab roza tutdi. Bu narsa meni o'ylantirib qo'ydi. Agarda ularda aniq bir yomonlik bo'lganda, ona u narsa bilan bolasi bog'liq bo'lishini istamas edi. Nima uchun u meni najot topishim uchun ibodat qilib roza tutyapti? Men bu narsa haqida o'ylashga majbur bo'ldim. Men Isoga ishona olishim uchun Iso nomining o'zi badnom etilib, johillik sifatida butun mamlakatga tanilgan paytda onam o'z hayotini xavf ostiga qo'yar edi. Men nima uchun deb qiziqar edim-u, lekin hech ham tushunib yetmas edim. Bir kuni meni ikkinchi singlim uyga kelib, mendan kitob o'qishni xohlashimni so'radi. Men ha dedim. O'sha kunlarda to'g'ri kelgan kitobni o'qishga tayyor edim. Birozdan keyin u menga oldida ham, orqasida ham maqovasi bo'lmagan bir kitobni berdi. U Matto xabarning 7-bobigacha yirtilib ketgan edi. Men o'qishni boshlagan paytdan u menga ta'sir qildi. 7-bobda shunday deyilgan edi. Hukm qilma, sen ham mahkum bo'lmaysan. Sen boshqalarni qanday o'lchov bilan o'lchasang, xuddi shunday o'lchov bilan sen ham o'lchanasan. Bu ayni haqiqat-ku deb o'yladim men. Bu juda ham yaxshi yozilganligini aytib, uni kim yozganligini singlimdan so'raganimda, u meni allaqachon Isoni qabul qildi deb o'ylab, bu Isoning so'zlari deb aytdi. Mening jahlim chiqib ketdi va men kitobni hovliga uloqtirdim. Bu narsa singlimni yaralagandan ko'ra qattiq xafa qildi. U tashqariga shoshilib chiqib, Injilni qo'liga oldi. Keyin menga madaniy revolyutsiya davrida Masihga ishonuvchi singlim Injilni himoya qilish uchun o'lganini aytdi. Van Hinkayning singlisi uni ko'rish uchun bir masihiyni olib keldi. Keyinchalik ushbu birodar qamoqxonada olamdan o'tdi. Men uni xonamga taklif qildim. U stolim ustidagi kitoblarni ko'rib, hammasini o'qiganmisiz deb so'radi. Men o'qiganligimni aytdim. Keyin u, siz haqiqatning izlovchisi bo'lsangiz kerak dedi. Men ha deb javob berdim. U menga yerda haqiqatni topa olmasligimni aytdi. Haqiqiy haqiqat yuqoridan keladi dedi u. U menga bir misol keltirdi. Hosil bilan to'lgan bir o'rik daraxti bo'lgan ekan. Mevalar sarg'ayib pishib yerga tushayotgan ekan. Bir cho'chqa kelib, o'rikning mevasidan yebdi-da, birozdan keyin tuyog'i bilan yana meva topish ilinjida yerni kovlay boshlabdi. U boshini ko'tarib qarashga va o'rik tepadan tushganligini ko'rishga aqli yetmabdi. Bu hikoya haqida o'ylab, u juda ham falsafiy ekanligini tushunib yetdim. U Iso va Injil haqida biror narsa demadi. Kechroq men ishonaman dedim. Shuni aytishim bilanoq men yuzim qizarib ketganini sezdim. Yuzimdagi qizarish hattoki o'g'rilik paytida tutilib qolgandan ham kuchliroq edi. Iymonga kirgach, Van Hinkay qachonlardir otib yuborgan Injilni topishga muhtoj edi va u barcha Injili bo'lgan odamlarni qidirib chiqdi. Men o'zimning velosipedimni sizning eski Injilingizga almashishni xohlayman dedim. Men o'zimning yangi Peugeot rusumli velosipedimni taklif qildim, lekin u yo'q dedi. O'sha yillarda yangi rusumli velosipedlar bugungi kundagi mashinalarning narxichalik baland bo'lgan. Biroq Injil Masihiy uchun bebaho xazinadir. Jamoat yopib qo'yilgan edi va 1958-yildan boshlab umuman yig'ilishlar bo'lmagan edi. Biroq qariya ayol Xudoga har kuni ibodat qilib, roza tutib, yig'lar edi. U Xitoy jamoatlarining kelajagi uchun yig'lab so'rar edi. Madaniy revolyutsiya paytida ular uning uyidan Injilni topib, uni olib ketgan edilar. Ular uni urib, bir oyog'ini sindirgan edilar. Madaniy revolyutsiyadan tirik qolgan bittagina yirtilib ketgan Injil bor edi. U ham uyimizdan 80 kilometr uzoqda. U faqatgina yangi ahd bo'lib, Rimliklar 12-bobdan vahiy 11-bobgacha edi. Biz uni o'rganishni xohlar edik. Biroq egalari bizga uni olib ketganini berishmas edi. Bu ularning xazinasi edi. Shunday qilib, biz u yerga undan nusxa olish uchun qatnar edik. Har haftada bizga 2-3 marta yo'lga chiqishga to'g'ri kelar edi. Men birinchi qo'limga olgan Injil singlimdan edi. Kimdir Gonkongdan unga berib yuborgan edi.